Akalar hech shunaqa joyda pauza qilganmisizlar? Natsionalga, mana bu yo'l natsionalga. Bu yoqda qishloqqa bilmayman bir 4-5 kilometr. Bu yog'i bir 10 kilometr. Germaniyada joy yo'q, vaqt tugayapti. Endi ishda shunaqa holatlar ham bo'lar ekan, iloji yo'q. Endi shayda qolib ketdik. Hamma tomon Makka poya, Makkazor. Bu tomonda ham, bu tomonda ham, bu tomonda ham, shu orqada ham. Qani. Joy topgan joyingda qolasan endi iloji yo'q. Narusheniya qilmaslik uchun taxograf vaqt tugayapti. Iloji yo'q, shayda qoldik. Avtobanga chiqishga hali uzoq. Shunaqa gaplar. Ammo xudoga shukr zo'r joy topdim. Yana bir ikkita furaga bemalol joy bor.